Sun'iy intellekt, ChatGPT, Claude, OpenAI, Grok, Token yoki bo'lmasa large language model, mana shunga o'xshagan so'zlar umuman sun'iy intellekt hammaga bir qo'rqinchli, vahimali narsadek bo'lib tuyuladi. Umumiy hisobda 66% amerikaliklar sun'iy intellektni ishlatib ko'rmagan yoki bo'lmasa u haqida eshitmagan. Bu ko'rsatkich O'zbekistonda qanaqa ekanligini men ochig'i bilmayman, lekin o'sha kam sonli, ya'ni foizda foydalanib turgan vatandoshlarimiz ham yoki bo'lmasa boshqa sun'iy intellektni ishlatayotgan odamlar ham uni to'g'ri ishlatyapti deb aytish ozgina qiyinroq. Chunki juda ko'pchiligimiz sun'iy intellektdan xuddiki bir Google yoki bo'lmasa qidiruv sistemasi sifatida foydalanamiz. Bugun biz sizlar bilan sun'iy intellekt haqida umumiy tushuncha va qanaqa qilib undan to'liqroq foydalanish mumkin, qanday qilib odamlar yo'l qo'yib turgan 5 ta xatodan qochish mumkin, mana shu narsalar haqida o'rganamiz va videoni so'ngida men super prompt, ya'ni odamlarning uyqusini qochirib yuborgan prompt haqida sizlarga bepulga beraman. Aytgancha bu promptni biz yaqinda pulli kanalimizda e'lon qilgandik. Videoni oxirigacha ko'ring, ancha qiziq bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin 1% bilimni YouTube'dagi loyihamizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rardim. Bu kanalda men o'zim aytaman, ochiqchasiga hali biror narsani reklama qilganimiz yo'q. 1% bilimni Telegram, umuman 1% bilimni Instagram, hech qaysisida biz biror joyda biror narsani reklama qilganimiz yo'q. Sababi mana shunaqangi manfaatli narsalarni ko'proq odam bilishini xohlaymiz. Iltimos, o'zingiz bo'lgan Telegram gruppalar bo'ladimi yoki bo'lmasa Instagramda storiesdami, mana shu videoga havola qilib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz uchun juda ham katta yordam bergan bo'lardingiz. Biz sun'iy intellekt deb hisoblaydigan narsa, ya'ni ChatGPTdagi ularda shunga o'xshagan o'zi umuman platformalar, bu Claude bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa XT, Grok bo'lishi mumkin. Bularda hammasi LLM, ya'ni Large Language Model bo'yicha trenirovka qildirilgan, ya'ni mashq qildirilgan umumiy bitta modellar hisoblanadi. Bular shu darajada katta ma'lumotlar bazasi bilan boyitilgan yoki o'shalarda, ya'ni o'zini mashg'ulotlarini bajarganki, taxminan trillion, oxirgi ChatGPTni 4.0 modellari 4 trillion tokenlar bilan nima deydi, mashg'ulotlar o'tkazganligini aytishadi. Token nima? Token degani bu, misol uchun assalomu alaykum degan so'z bo'ladigan bo'lsa, bizning maktablarda bo'g'inlarga bo'lib o'rgatishgan. Bu ChatGPTni yoki bo'lmasa large language modellarda bizda endi hamma ChatGPT bo'lib o'rganib ketdi, sun'iy intellektda. Mana shularda bo'g'inlari as bitta token, lom ikkita, mu alaykum bitta tinish belgilari ham alohida token hisoblanadi. Qisqasi bir bo'g'in deb hisoblasangiz bo'laveradi tokenni. Bundan tashqari prompt degan tushuncha bor. Prompt bu nima desangiz, bu oddiy qilib aytganda so'rov, ya'ni ChatGPTdan siz o'zingiz so'rayib turgan narsa. Lekin buni ustiga hozirgi kunda alohida bitta fan, ya'ni prompt engineering qo'shildi. Bu so'rovlarni muhandisligi, ya'ni so'rovlarni qanday qilib muhandislar tuzib chiqishadi, mana shu narsalar haqida. Bugun biz sizlar bilan aynan shu promptlar haqida ham ko'p gaplashamiz. Chunki odamlar qilayotgan xatolar bugungi kunda ChatGPTni yoki bo'lmasa boshqa til modellarini ustida aynan shu so'rovlarda ustida bo'ladi. Biz qo'pol qilib aytganda qanaqa qilib sun'iy intellekt bilan gaplashishni bilmaymiz. Telegramda 1% bilim kanalida so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada 3000 ta odam qatnashdi. Men so'ragan, mana bu yerda yozibman. Siz sun'iy intellektdan, ya'ni ChatGPT, Grok, Claude'dan foydalanasizmi degan savolga 80% odam ha, bepul versiyasidan foydalanaman deb aytgan. 10% odam umuman foydalanmayman, hech qaysi sun'iy intellektdan deb aytgan. Va 8% odam esa pullik versiyasidan foydalanar ekan. Va biz ulardan eng ko'p qaysi birini ishlatasiz deb so'raganimizda 87% odam, bu taxminan emas, aniq 2754 ta foydalanuvchi ChatGPTdan foydalanishini aytgan. Ikkinchi o'rinda esa DeepSeek o'sha paytda endi chiqqan edi, ya'ni 146 ta ovoz bilan DeepSeek egallagan. Qolganlar Claude, boshqa hamda Gemini, mana shunaqangi sun'iy intellektlar, ya'ni til modellaridan foydalanishlarini aytishgan. Bu yerda eng qizig'i 67% odam ChatGPTga o'zbekcha o'zlarini so'rovnomalarini berishlarini aytgan. Qolgan odamlar
23% ingliz tilida, 8% rus tilida, 2% boshqa tilda qatnashishini aytgan. Mana shu o'zingizni so'rovnomangizni ChatGPTga yuborish, o'zingizni savol so'rashingiz prompt deyiladi. Aynan bugun biz mana shu promptlarni qanaqa qilib tuzish va o'zingizni javobingizni 5 karra, 10 karra, 25 karra yaxshiroq, ya'ni undan olishni o'rganamiz. ChatGPT yoki bo'lmasa Claude kabi til modellari trillionlab tokenlar, ya'ni jamlangan ma'lumotlar ustida o'rgatilingan. Ular bu ma'lumotlarni hammasini biladi. Odatda u qanaqangi ishlaydi desangiz, u bitta so'zdan keyin qaysi so'z keyin kelishligini biladi va parametrlar asosida keyingi so'z kelishini, ya'ni yuqoriligini, darajasini baholab chiqadi va sizga aynan mana shu narsani chiqarib beradi. Qo'pol qilib aytganda, u o'zi yozyap turgan narsani o'zi tushunmaydi. Ya'ni u bir ongli narsa emas hali. Lekin u shunchalik katta ma'lumotlar ichida, ya'ni o'rgatilinganki, haqiqiy to'g'ri so'rov berish uni mana shunaqangi katta yordamchiga aylantiradi. Ya'ni siz ChatGPT dan yoki Claude'dan yoki boshqa til modellaridan Google sifatida emas, o'zingizni bitta yordamchi sifatida foydalanishingiz kerak. Yordamchingiz bo'lsa nima qilasiz? Yordamchingizga qanchalik aniq-tiniq topshiriq bersangiz, bor somsa olib kel desangiz nima deydi yordamchingiz? Somsani qanaqa qo'y go'shtiga bo'lsinmi, mol go'shtiga bo'lsinmi, gazda pishgan bo'lsinmi yoki bo'lmasa tandirda pishgan bo'lsinmi deb boshingizni qotirib yuboradi. Undan ko'ra siz nima qilishingiz kerak? Unga qanchalik aniq-tiniq qilib bersangiz, boshingizni qotirmaydi, sizga so'ragan narsangizni olib kelib beradi. Til modellari ham xuddi shunaqa. Ularga biz qanchalik aniq narsa beradigan bo'lsak, ularning javobi bizni shunchalik ko'proq qoniqtirishni boshlaydi. Keling, endi sizlar bilan aynan mana shu ChatGPT bilan gaplashishdagi yo'l qo'yiladigan 5 ta eng katta xatolar bilan tanishamiz. Birinchi xato bu: biz ChatGPTga odatda shunchaki bitta gapni o'zini yozib qo'ya qolamiz. Ya'ni kontekstsiz, qo'shimcha ma'lumotlarsiz menga biznes reja tuzib ber deymiz. Aynan mana shu narsa ChatGPTni o'ylantirib qo'yadi va u o'zi umumiy biznes reja degan narsasini sizga "Ma ol" degandek otib yuboradi. Ikkinchi eng ko'p qilinadigan xato: biz ChatGPTga odatda uni rolini belgilab bermaymiz. Ya'ni uni kimligini o'ziga aytmaymiz. Misol uchun, "Sen o'qituvchisan" deb turib, keyin undan kurs haqida so'rasak, bizga boshqacharoq ma'lumot beradi. Agar "Sen hisobchisan" desak va undan keyin unga biz hisobotlarimizni taqdim qilsak, u umuman boshqacha javob beradi. ChatGPTga rol berishimiz bu uni javobini shunchalik konsentratsiyalab, o'shani ustida muayyanroq qilishga yordam beradi. Uchinchi eng katta qilinadigan xatolardan biri biz unda formatni tayyorlamasligimiz. Ya'ni biz qanaqangi undan javob kutyapmiz? Tekst formatidami yoki bo'lmasa jadval ko'rinishidami yoki bo'lmasa rasm ko'rinishidami? Mana shunga o'xshagan narsalarni biz bilmaymiz. Odatda hozirgi kunda juda ham ko'p populyarniy bo'lib ketdi-yu, ya'ni Ghibli studio usulida rasmlarni qilish. Shu bitta yozilgan so'rovda rasm usulida yaratib, ya'ni output ko'rsatilganligi uchungina u bizga rasmlarni taqdim qilyapti. Demak, odatda formatini aniqlab ketishimiz kerak bo'lar ekan. Juda ko'pchilik bu narsani qilmaydi. Ko'pchilik qiladigan 4-chi eng katta xato bu odatda til modellariga biz misollar bermaymiz. Misol uchun, menga mana bunaqangi formatda javob bergin deb turib, o'sha o'zimiz xohlayap turgan bizga yoqqan tekstni berishimiz mumkindir yoki bizga yoqadigan rasmni berishimiz mumkindir. Ya'ni biz qanchalik unga misollarni ko'p berganimiz sari u o'zini javobini aynan mana shu narsa ustida muayyanlashtiradi. Va 5-chi hammani esidan chiqib qoladigan xato bu: ChatGPT sizga bitta javob berdimi, ya'ni bitta formatda javob berdimi, sun'iy intellekt, ChatGPT ikkalasini bitta qilib ishlatyapmiz. Qisqasi, biz o'sha javobini yana ham takomillashtirish kerakligini, qayerini qanaqangi qilib o'zgartirish kerakligi haqida u bilan qo'shimcha gaplashmaymiz. Ya'ni biz so'rovni takomillashtirish taktikasini amalga oshirmaymiz. Kelinglar, endi juda ham ko'pchilik ishlatadigan, ya'ni prompt muhandislari ishlatadigan Prime tizimi haqida gaplashamiz. Agar siz Prime tizimiga amal qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz savollaringizni sun'iy intellektdan so'rashda, meni ishonchim komilki, uni sizga berib turgan javoblari eng kamida 5 barobarga yaxshilanadi. Ana endi ChatGPTga to'g'ri so'rovnoma yuborishdan oldin, ya'ni videoyimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin sizlar bilan uni sozlamalarini to'g'rilab olishni o'rganamiz. Agar siz ChatGPTga yoki misol til modellariga qanaqa qilib javob berishni aytmasangiz, u sizni boshingizni qotirib yuboradi, gap ochig'i.
Ya'ni siz oldin doktor bilan maslahatlashing yoki bo'lmasa juda ham umumiy gaplar ko'p. Shuning uchun hozir sizlar bilan qanaqa qilib uni sozlashni bitta ko'rib chiqa olamiz. Ana undan keyin to'g'ri savol javobga o'tamiz. Hop, birinchi ChatGPT ga kirganingizdan keyin, ya'ni internetda o'zingiz profilingizni ochasiz. Google orqali ochishni men tavsiya qilaman, chunki har doim agar pochta orqali ochsangiz osonroq kirasiz yoki Apple account bilan ham kirsa bo'ladi. Kirganingizdan keyin Customize ChatGPT yoki bo'lmasa настройка deb yozilgan bo'lishi mumkin. Agar sizda rus tilida turgan bo'lsa, odatda brauzerda tilini oladi bu. Va shundan keyin u sizdan ismingizni so'rayapti, nickname yoki bo'lmasa ya'ni laqabingiz va hokazo va qanaqangi ChatGPT javob bersin sizga, ya'ni professional tarzdami yoki bo'lmasa rasmiymi, norasmiymi, shu kabi narsalarni o'zingiz qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun ezma bo'lsin desangiz, buni qo'shasiz yoki bo'lmasa shoirona tabiatda yozsin desangiz, buni yozasiz. Qisqasi, men aynan mana shu narsalar uchun 1% bilim kanalida instruksiyalarda, ya'ni uni qanaqangi yozish tartibini qilganman. Agar siz hozir 1% bilim kanaliga o'tsangiz, siz u joyda bemalol kopiya qilib o'zingiz ChatGPT'ga mana shu narsani qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta men ochiqchasiga aytayapman, ya'ni sen menga qisqa javob ber, ortiqcha mayda-chuyda gaplarni yo'qotgin va har bitta javobingni manbalarini tekshir degan mana shunaqangi bir dunyo instruksiyalarda yozib chiqqanman. Siz shuni shunday ko'chirib o'zingiz ChatGPT'ga qo'yib olsangiz, javoblardagi farqni sezasiz. Agar siz o'zingizni ChatGPT'ni, ya'ni til modelingizni sozlamalarini to'g'rilab olgan bo'lsangiz, demak biz siz bilan endi Prime tizimini ko'rib chiqamiz. Prime'dagi P bu personalization yoki bo'lmasa personaga to'g'ri keladi. Bu ChatGPT uchun siz rol berishingizga aytiladi. Odatda ChatGPTga menga biznes reja tuzib ber deyishingiz mumkin yoki bo'lmasa sen biznes reja tuzish bo'yicha ekspertsan deb turib oldindan unga bitta ya'ni rol tayinlab qo'yishingiz mumkin, ya'ni uni vazifasini belgilab berishingiz mumkin. Aynan mana shu narsa uni muayyan soha sifatida o'sha javobga yo'naltiradi. Keyingisi R, ya'ni Prime'dagi R bu requirements, ya'ni uni siz qo'yadigan talablar. Talablarda siz aniq-tiniq qilib o'zingizni unga qo'ygan vazifalaringizni aytishingiz kerak. Menga biznes reja tuzib ber va bu quyidagi A, B, C, D talablarga mos bo'lsin. Va aynan mana shu A talab bo'lishi mumkin, balki 20 betdan iborat, B talab bo'lishi mumkin, universitet standartlariga mos, C talab bo'lishi mumkin, PDF formatda va hokazo. Shunga o'xshagan, ya'ni o'zingiz talablaringizni requirements joyida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingi bosqich bu instructions, ya'ni sizni ko'rsatmalaringiz endi. Endi siz qo'ygan talablarni qanaqangi bajarishini aniq, birinchi sharti, ikkinchisi qadamma-qadam va qaysi yo'sinda bajarishni sun'iy intellektga siz ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun menga biznes reja tuzib ber degan edik. Undan oldin unga rol belgiladik. Sen 20 yildan beri biznes reja tuzish bo'yicha ekspertsan dedik va ana endi qo'ygan talabimizga aniq qadamma-qadam qanday bajarish kerakligini o'zimiz sanab berishimiz kerak bo'ladi. A, mana bu manbalarga murojaat qilgin. B, mana yo'silda, mana shunaqangi analizlar asosida keyin menga javoblarni yozgin. C, bunda rejalaring mana bu A, B, C, D bo'lib belgilagan 1, 2, 3, 4, 5 qilib belgilashni o'rniga deb unga biz ko'rsatmalar beramiz. Ayrim odamlar, ya'ni prompt muhandislari mana shu instruksiyalar paytida cheklovlarni ham kiritib ketish kerak deb aytishadi. Ya'ni biz aytishimiz mumkin, mana manbalarga murojaat qilmagin. Sovet manbalarini chetlab o'tgin yoki bo'lmasa biznes reja bo'lgandan keyin O'zbekiston sharoitida ishlaydigan rejalar va boshqa davlatlar sharoitida ishlaydigan biznes rejalarni tushirib qoldirgin deb aynan cheklovlarni ham biz mana shu instructions bosqichida berib ketishimiz kerak bo'ladi. Ana endi tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni prompt yozish, ya'ni ChatGPT bilan gaplashish bu bir qatorli Google ga beradigan qidiruv emas, balki sizni o'zingiz aniq bir muayyan narsalarni ya'ni hosil qilish orqali undan to'liqroq javob olishingiz kerak. Demak, gapni qisqaroq qilib keyingi bosqichga o'tamiz. Bizda endi M edi? M. Okay, good. Prime'dagi M bu ya'ni model example degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biz uni endi misollar bilan boyitishimiz kerak. O'zi vaqtida model yoki example de o'rniga nima deydi? Misol degan bo'lar ekan, MM tushaverar ekan. Ya'ni siz hozir endi biznes reja sharoitida qanaqangi bo'lishi mumkin? Biz misolga o'zimizga yoqqan biznes rejalarni, ya'ni ChatGPT ga upload qilishimiz mumkin, ya'ni yuklashimiz mumkin.
yoki bo'lmasa siz qanaqadir javob kutyapti turgan bo'lsangiz, javobingiz mana bu tarzda bo'lsin. Ya'ni birinchisi kirish qismi bilan boshlagan, ikkinchi qismi nima deydi? Asosiy mundarajadagi voqealarni mana bu tartibda yoritgin va oxiri xulosa bilan yakunlagin deb. Ya'ni biz misol tariqasida unga qancha ko'p misollarni bersak, uni javobini biz shunchalik, ya'ni nima desam bo'ladi, fokuslashtirgan bo'lamiz, aniq va muayyanroq qilgan bo'lamiz. Va oxirida prime'dagi bu evaluation, ya'ni o'zi beryapti turgan javobini biz sun'iy intellektdan mana mezonlar bo'yicha oldin o'zingni qilgan ishingni baholab chiqqin. Ya'ni u aniqlikka javob beryaptimi yoki uni uzunligi men senga aytdim 2,5 mingta so'zdan iborat bo'lsin dedim. 2,5 mingta so'z bormi haqiqatda? Mana talablar asosida menga buni bajargin deb aytishimiz ana endi biz yozgan so'rovnomani to'liq qiladi. Siz bizni Telegramda 1% bilim, hammasi harflar bilan yoziladi yoki bo'lmasa Instagramda kuzatib borishingiz mumkin. YouTube'da ham obuna bo'lishingizni so'ragan bo'lamiz. Manfaatli kontentda super manfaatli bo'lishida sizning yordamingiz kerak bizga. Xo'p, kelinglar endi mana shu aytganlarimizni bitta yomon va bitta yaxshi prompt misolida, ya'ni so'rov misolida ko'rib chiqamiz. Demak, biz aytsakki, menga yangi smartfon uchun reklama matnini yoz. Albatta, qaysi brend model uchun yozaylik? Xo'p, yangi smartfon, yangi hayot, tezlik raketa kabi. Kamera ko'zga yaqin, professionalga teng. Dizayn nozik, kuchli, zamonaviy. Batareya kun emas, tun emas, hafta davom etadi. Xo'p, narxchi, pulingizga arzigulik, endi hamma narsa bir joyda. Ish tadada. Bu siz bir qator bergan promptingizga ChatGPT ni javobi. Kelinglar endi shuni takomillashgan so'rov bilan ko'rib chiqamiz. Sen 15 yillik tajribaga ega reklama matnlarini yozish bilan shug'ullanasan. 18-24 yoshli texnologiya ishqibozlari uchun yangi 1% smartfoni uchun jozibali reklama matnini yarat. Matn quyidagi xususiyatlarga e'tibor qaratishi kerak: aniqlik, kreativlik, o'ziga jalb qiluvchan, deylik, Tohir Malik uslubida. Kreativ bo'lishga bizda hech kim to'smaydi-ku, to'g'rimi? Matn 150 ta so'zdan oshmasin va hissiyotlarga ta'sir qilsin. Natijadan quyidagi mezonlar bo'yicha bahola: innovatsion, ta'sirli, maqsadli va auditoriyaga mos. Ana endi uni javobini solishtiramiz sizlar bilan. 1% bu endi shunchaki telefon emas, bu sening kuching. Har lahza muhim, har soniya tez. 1% seni ortga tortmaydi, u seni oldinga otadi. 12 gigabayt tezkor xotira, artificial intelligence bilan kuchaytirilgan kamera, 5G tezlik, ultra AMOLED ekran shu bugun boshlab seni dunyoni tiniqlikda, sening dunyoing tiniqlikda yashaydi. Shu bugundan boshlab seni dunyoing tiniqlikda boshlaydi. Charchamaydigan batareya, o'zi o'rgatadigan tizim, seni hayoting endi aqlli. Selfie, portret, vlog, o'yin bitta barmoq bilan, ya'ni bir barmoqda to'liq nazorat endi seni qo'lingda. 1% kimligingni aytmaydi, u kim bo'lishingni eslatadi. Shunchaki telefon emas, bu o'zgarish. Ya'ni endi o'zini o'zi oxirida bizda ko'rib turganlikdek bahola beryapti. Ya'ni innovatsionmi? Ha, chunki AI 5G o'zini o'zi o'rgatadigan tizimni tilga olyapti. Ta'sirlimi? Ha, emotsional urg'u beryapman deyapti. Ya'ni sen kim bo'lishingni eslatadi deyapti. Auditoriyaga mosmi? Ha, 18-24 yoshli texnik ishqibozlar uchun stil va urg'ular to'g'ri tanlangan deyapti. Yana qo'shimcha versiya kerakmi desa, endi siz aytasizki, sekretim bu, sizlar uchun bonus. Men bu matnga 3 baho bergan bo'lar edim 10 balli sistemada. Ana endi javobni tekshiramiz. Zo'r, ochiq fikrim uchun rahmat. Xo'p, endi quyidagilarni bizga taqdim qilyapti. Dunyo shovqin, senga aniqlik kerak. Yorug'likda emas, qorong'ulikda ham surat olishni xohlaysan. Kutishni emas, bir zumda yuklab olishdi. Hayotni tomosha qilmasdan uni yaratishni. Shuning uchun 1% bor. 12 gigabayt tezli AI kamera ko'rinmaganini ko'rsatadi, 2 kunlik batareya xotiralarni to'xtatmaydi.
O'yinmi, montajmi, barchasi muammosiz. Minimalizm, dizayn, maksimum kuch. Bu endi telefon emas, bu endi o'zgarish tugmasi. Bos va o'zingni yangitdan boshla. Mana bu haqiqiy prompt engineeringni kirish qismi. Biz hozir sizlar bilan Prime prompt yozish bitta uslubini ko'rdik. Endi tasavvur qiling, bundan tashqari chain of thought, ya'ni zanjirli usullar va Google'da yana bitta boshqa metodlari bor. Juda ham ko'p metodlar bor. Men umumiy prompt engineeringda dastur haqida bitta kitob tuzyapman. Xudo xolasa biz uni 1% bilimda e'lon qilamiz. Undan tashqari premium promptlarni 1% bilim Telegram kanalida bepulga beryapman. Agar siz hozir shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak bizni premium kanalimizdagi, yopiq kanaldagi prompt bizni bepul kanalimizda e'lon qilingan bo'ladi. Hozir o'ting, nima qiladi bu promptlar desangiz, birinchisi bu sizni ekranda ko'rishlaringiz mumkin. Odamlar uyqusini yo'qotyapti bu narsani ustida. Ya'ni bu biznes ideyangizni ochiqchasiga baholab beradigan prompt. Undan tashqari masalani mantiqiy yechimi uchun sizni chuqur savolga tutadigan boshqa promptlarni ham e'lon qilganmiz. Bularda hammasini men bepulga 1% bilim kanalida e'lon qilyapman. Iltimos 1% bilim Telegram kanaliga o'tinglar va men sizlarni o'sha yerda kutaman.